Ha, bra, taksimi? Men yara, turganda xotin gapirmaydi. Meni oldimda sen nima begonaga gapiryapsan? Odamlar ko'rsa so'ltaman deb o'ylaydi. Hop, uzr. Qayerga borasizlar, uka? Aka bozorga. Yana nima kerak, aka? Tushonka ham kerak ekan. Qana to'shonka olib bering. Belarusiyani Slavenskiy tushonkasidan. Do'stim, men mana uni uyga borganda qaraverasiz. Hoy aka, uzum oling. 2 kilo tortinchi bo'lmasa? Ash xotin bilan baxtli bo'ling, tushundingizmi? Aktagonda g'olib bo'lganing bilan mana shu mashinaga altsang, yaxshi kunlargaman. Qanaqa mashinani keldi bu, reis bu? Bu Nexia 3 demayman. Bu qora Gentra avtomat kaliti. Rahmat. Aka kreditdan keladi Gentraga. Qanaqa kredit? Sovg'a qilganmi menga u Gentrani? Adim aka sizni nomingizga chiqqan ekanda o'sha mashina. Nech million ekan o'zi oylik to'lovi? 3 million 600 demayman. 4 million 800 ham demayman. 60 oy atiga 7,5 milliondan to'lab yursangiz bo'ldi. Aka, mana yurtimdan anor suvidan oldik-a. Ha, bo'l, hop. Aka, baki. Do'konchi telefonga chalib pulga qaramay o'zimiz stel qilaylik. Aka, oylik men berib oldingiz, hech qaytarasizmi? Uzr uka, qaramay qolibman hozir. No. Bugün 2 soat informatika. Ye? Hamma yesam obstoyman. To'y yo'q, ish bor. Birinchi oktyabr o'qituvchilar kuniga Texnouz aksiya qilyapti. O'sha yerda xaladillik olmoqchiman. Futbolga kiyib borsangiz bermas ekan hali deyman. Yo'q, unaqa emas. U aksiya o'qituvchilar uchun ekan. O'qituvchilarga berishar ekan. Men qassobman-ku. O'shanga domlaga o'xshab oldim. Qalay o'xshabmanmi? Ha, o'xshabdi. Bu kamda men bilan borgan. Mabodo ishonmasa ustozim deb yuborasan. Xo'pmi? Ha, bo'ldi. Yur. Keling aka. O'qituvchilar kuniga aksiya qilib mana shu yerda hamma narsani o'zini pulini 10 oyga bo'lib beryapsizlar ekan. Yana qo'shimchasiga sovg'a ham beryapsizlar ekan. Aksiya tugab bo'lmadimi? 29 sentyabrdan 4-oktyabrgacha edi. Hozir 10-gacha cho'zib qo'ydik. Siz rostdan o'qituvchimisiz? Mana shunaqa deyishingizni bilib o'quvchimni olib keldim. Ayt o'zing. Ha, rostdan ingliz tili domlamlar. Bo'lmasa mana shuni tarjima qilib beringchi, nima deydi ekan? Aka adash ketib musiqa domlamaydir o'zi. Ha, bo'ldi, yur, hozir ashula yetkizdiradi. Qassobman men. O'g'iltoy tez bozorlikda qilib uyga borish kerak ekan. Nimaga? Ha, yezettilari qarindoshlaringiz kelar ekan bugun. Ha. Nech bilagan uzum? 1 kilosi 16 ming, 15 qilib beramiz aka. 15 ming beraman. 2 kilo berasizmi? Ya, to'g'ri kelmaydi, ye. Tuxumlarni nech bilagan qizim? 1,5 ming, 1,200 so'm, 1000 so'm. Mensimligidan 20 ta bering. 15 ming beraman. Dada, 20 ta beravering, men so'mligidan 30 ming beramiz. Qaytim kerak emas. O'g'iltoy, siz chatoqbala bo'libsiz, qizlar oldida shidrli bo'lib ketgansiz qarang. Dada, sizni qo'ying. Nima hamma narsa ikkita olmayapsiz-a? Birovlar ammingizni ko'rib o'tib ketamiz-da, yo'l yo'laga. Ammami eri yo'qmi? O'zlari bozor qilolmaylarmi? Ular demang o'g'iltoy. Erkak kishi apa singillarni siylay rahm qilib ko'rib turish kerak. Siz ham katta bo'lsangiz, mana shu ishni qilasiz. Yosh o'tgandan keyin bunaqa baqir chaqirga toqat qolmas ekan. Valla bapildi, bu magazingacha. To'xta. Bitta sharti bor. Faqat chiroyli, foydali narsa olasizlar. Uni bo'larmas narsa olmanglar. Men. Bor. Magazinga. Ular menga yedi-yu bular. Qaranglar balla. Mana dadam bergan pulga hech balo kelmaydi. Hozir men do'konchamakin chalatib turaman. Yigilaring kelgan narsani olib qo'chaveramiz, xo'pmi? Ama akani kirishinglar bering. Mana, qani sanlar? Yo! Telefonim qani? Ha qo'shni. Lutfulla aka, o'liz bochiligida bir to'la balachalar kirib, do'konda narsalarga qo'shib, telefonni ochib ketibdi.
qanaqa tabib bergansiz? Shuna bo'ldimi? Qani o'zi balla, yuring-chi baqa. O'tirmizinglar, nima oldi ham bakin telefonni? Mustafa multfilm ko'raman dedi, ko'rib bo'lib qaytib bermoqchi edi. Olib kel bunaqa. Shuna uzr ha endi. Bu telefoningiz, mana olgan narsalarga. Uzr, men o'zim urushib qo'yaman. Yosh balalar endi, nima qilasiz? Nima bo'lar ekan so'ramasdan olsa? Gunohxo'r ekan. O'g'irlik qilish yomon. Yana bir marta mana shunaqa ish qilganingni ko'rsam yo eshitsam, qo'lingni sindiraman ham men. Tushundingmi? Bor ham men uyda. Sharmandalar.